Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Yaxshimisizlar? Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun esa yangi o'yinga, yangi yil arafа katta o'yinga start beryapmiz. Birdaniga do'stlarim. O'tgan o'yinimiz o'tib, akalarimiz kelishgan mashinalarni topshiramiz. Hozir esa ikki og'iz bu o'yinimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketsam. Главный priz bosh sovringa Sankt-Peterburg shahridan 3 ta mana shu inomarka, ya'ni 2 ta Kia K5 va Toyota Camry mashinalarimizni uchalasi ham 2021-yil. Bundan tashqari 5 ta mashina O'zbekiston Toshkent avtosalonidan, 2 ta Cobalt yangi 2025-yil avtomat korobkada va 3 ta Damas. Bu o'yinimizda jami akalar 8 ta mashina bo'lyapti va pul prizlari Telegram kanaliga o'tamiz. Barcha ma'lumotlarni o'sha yerda qoldirib o'tib ketaman. Qanday qilib bilet olish kerakligini ham. Akalar, mana shu video ostida kommentariyaga ham zakribit qilib qo'yib qoldiramiz akalar. Telegram kanalimizni o'tinglar, obuna bo'linglar, chunki yangi yil arafa 8 ta mashina do'stim, o'tgan safar 3 ta mashina qimmatidan pul priz bo'lgan bo'lsa, bu o'yinda 8 ta inson va do'stlarim, bunaqangisi bo'lmagandi. Birdaniga 3 ta katta inomarka qo'yganmiz. Avvalam har biringlarga ishonch va podдержка uchun kattakon rahmat deyman. 2000 rubl chiptamizni bahosi 5999 dona ishtirokchi bu o'yinimizda ham ishtirok etyapti akalar. Yuringlar, bo'lmasam aka-ukalarimizga mashinalarni taqdim etamiz va tabriklaymiz do'stlarim. Kommentariy shou e'lon qilgandik. Ming afsus o'tkaza olmadik. Ertaga 18:00 kommentariy shou primoy efirimizda bo'lib o'tadi. Kiringlar. Barchani kutib qolamiz va mana shu kommentariyaga ham gullatib, like'larni bosib, Telegramga obuna bo'lishni unutmang, chunki ertaga $500 kommentariy shouga qo'yilgan, ichimizda kimdir g'olib bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshisiz, tuzomisiz? Xush kelibsiz. Avvalam tabriklaymiz. Keling yaqinroq. Men aka mikrofonni. Do'stlarim, bu akamiz O'zbekistondan, akalari уже o'tgan kuni ketishgan ekan. Efirda o'zlaring ko'rgansizlar, Telegramga ham yuklaganmiz. Ukam kelishadi, mashinani olishadi deyishgan. Men ukalari shu yerda. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz, qanchadan buyon bu ishtirok etishibdingiz, o'yinimiz borligini bilarmidingiz? Mikrofonni sar yaqinroq shu. Assalomu alaykum. Barchangizga opa-ukalar, aka-singillar, sizlarga mingdan bir rahmat. Men Surxondaryo viloyati Denov tumanidanman. Akam Dilmurodjon, o'zim ismim Farruh. Bu o'yin borligini men bilmasdim. Akam o'ynagan ekan, akam ketdi. O'shanga menga topshirib ketdi, telefon qildi. Ishonmay kelgandim aka. Bu o'yin haqiqatan ham rost ekan. Mana keldim, Allohga shukr, mana mashina yutgan ekan, mashinani oldik. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Xudo xolasa hammaga buyursin inshaalloh. Bu o'yin borligini bilarmidingiz? Bu o'yin borligini men bilmasdim aka. Bilmasdim. Bilmasdim. Telefon qilib aytishganda ishondingizmi yo'qmi? Men ishonmadim. Endi ishonyapsiz. Endi ishondim. Mana kelib ko'rdim, ishondim. Allohga shukr. Rahmat aka, hammalaringizga. Bo'lmasam akamizga bir qator telefon qilamiz. Undan oldin WhatsAppga kirib chek biletlarini ko'rsatamiz do'stlarim. Mana mashinamiz yangi kalitlari bilan zavod bo'lib turibdi. Akamiz polni WhatsApplarni bergan cheklarni tashlab berishibdi. Va o'zlariga ham qo'ng'iroq qilamiz, o'zlari bilan batafsil gaplashamiz. Ekranga ko'rsatasiz aka. Hop, ochma. Xo'p, akalar, mana 4000 rubl tashlab 260 nomer telefonimizga akamiz 2 dona bilet olishganmidi? Nechta olishuvdi? 2 tamidi? 1, 2, 3 ta. 3 ta bilet olishgan ekan, ha? Nechiga chiqdi aka? 25-24 ga. Mana 25-24 raqamlariga Dilmurodjon nomer telefonlari turibdi. 25-16 133-raqam. Avvalam tabriklaymiz. Akamga bo'lmasam video yozib qilingda bir gaplashaylik. Главный priz super sovrin, aka, emotsiya qalay bo'lyapti bu? Emotsiya. Menga tegmaydi-ku, farqi nima deyingda? Yo'q, shokda. Akamga tegsa bizga tekkandek. Gap yo'q aka. Tabassumni ko'rsating, bu shuncha aka-ukalarimiz umid qilib bunga pul tikkan aka. Sizlarga bugun omad kulib boqib turibdi. Hammamizga buyursin. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chiqaring ovozini. Aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz?
Shuncha salomatlikdagi. Ukangiz kelishgan ekan. Mashinalar topshiryapmiz. Ha. Mana mashina. Ukam jo'natdi, ukam jo'natdi. Mana mashinangiz, ukangiz, mana akalarimiz ham kelish. Hamma shu yerda efirda ham. Avvalam aka tabriklayman. Ushlab turasiz aka. Hammaga nasib qilsin, hammaga nasib qilsin. Yaqinroq, qattiqroq gapiring aka. Hammaga nasib qilsin aka, hammaga nasib qilsin. Shuncha aka ukalarimiz ishtirok etishga mana ukangizga mashinaning dokumentlarini topshiramiz aka. Niyatlar endi shunday mashina aka. Вообще maza quvonch har kuni. Obunachilarga ikki og'iz shirin so'zlaysiz bo'lsa, shuncha inson pul tikkan, bugun siz g'olibimizsiz aka, glavni priz yutyapsiz. Gapiring bu. Obunachilarga kattadan katta rahmat aytaman hammasiga. Bergan pullarga rozi bo'lsin. Ular ham yutsin, ularga ham nasib qilsin. Ular ham mana shuni kulib, maza qilib yurishni nasib qilsinlar ularga ham. Gap yo'q aka. O'ynash kerak. Mana haqiqiy o'yin. Mashinani nima qilamiz aka endi sir bo'lmasa, aka ukalarimizga aytib o'tib keting. Qayoqqa endi mo'ljallab turibsiz buni? Endi xudoimizga aka hozircha o'zimizda yoki sotamiz, joy biror narsa qilamizda aka. Sotib nima qilasiz aka keyin buni? Agar uy joylarimiz, to'y, qasham deganda. Gap yo'q. Oshingiz bo'lsin. Bizga bo'lmasam buni sotgandan keyin bir qator to'ylarda, uylarda bir video qilib tashlab yuborasiz aka. Shunday mashina yutyapsiz. Ro'lat обязательно, albatta. Gap yo'q aka. Oshingiz bo'lsin, tabriklaymiz. Bo'lmasam ukangizga dokumentlarni topshiramiz. Mayli, rahmat sizga, rahmat. Katta rahmat sizlarga. Sog' bo'ling aka, salomat bo'ling. Akalar, bo'lmasam nima deyman? Mashinamizning dokumentlari mana, kalitlari bilan aka qarshi olingchi. Yaxshi kuninglarga buyursin, tabriklab qolamiz aka. Oshingiz bo'lsin aka, hammalaringizdan nasib inshaalloh. Hammalaringiz rozi bo'lingizlar, bergan pullaringizga biz ham rozimiz. Xudo xolasa sizlarga ham buyursin mana shu kunlarga yetib yurishlik. Mana gap yo'q. o'yin haqiqiy ekan, o'ynangizlar. Gap, meni siz ham ishtirok etasizmi? Nasib inshaalloh. Gap yo'q. Oshingiz bo'lsin, yaxshi kuninglarga buyursin. Akalar, glavni priz bosh sovrin. To'g'risini aytsam, bu mashina bilan men 1 yil oshiq yurdim. Shuncha emotsiya bor endi. Ta'riflashga so'z ojiz. Chunki nima desam ekan, ishlagan puling topa olmaysan, mana bu olgan narsang lekin hayoting davomida qolar ekanda akalar. Ya'ni demoqchiman, 1 yil oshiq minib yurasiz, qolaming bari temir bo'lsa ham ancha vaspomинания. Yuringlar akalarimizni tabriklaymiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zinglar tinchmisizlar? Bu aka xonimizni ham akalari yutishgan. O'zlari kelisha olmabdi, ishdan javob bermabdi, Moskva deydilar. Mana ukalarini yuborib ikki og'iz endi akasidan o'zingiz tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Atim Shohrux, Qirg'izistondan. Shu akam yutyapti mashina sizlarda o'yinlarda o'ynab. Bu ishonmasdim, to'g'risini aytay aka, qo'y do'stim. Ishonmasdingiz. Rostdan ishonmasdim. Chunki o'ynamasdim-da, bilmasdim. Men yolg'onda o'ylardim. Ishonmagandan keyin o'ynalmaydi. Mana aka, Allohga shukr ko'rib turibman, ishonch bor aka. Alloh rozi bo'lsin, kam bo'lmanglar aka. Topganlar barakatlik, berganlar akamga nasib qilsin aka. Haqiqat bormikan? Bor ekan aka. Nechta bilet olishuvdi, bilmaysizmi? Vallahi hali adashmasam aka, bir 10 tada bilet olgan ekan. 10 tacha bilet olishgan. Nimaga umuman ishtirok etmaysiz bunaqa o'yinlarda? Ishonch yo'q. Ishonch yo'q o'tda, prosta. Endi davom etasizmi siz? Inshaalloh aka, endi shuncha prizlar turibdi endi. Keyingisiga 8 ta qo'ydik, bir omad sinab ko'rasiz aka. Inshaalloh. Keyin nima, chek bilet tashlab berishdimi? Ha, aka, cheklari bor. Qayerdan dedingiz aka? Aka, Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. Jalloboddansizlar. Gap, mana qirg'izistonlik aka ukalarimiz bo'lishsa, o'tgan o'yinda ham yutishuvdi, bu o'yinda ham yutishyapti. O'sha qirg'izistonlik aka ukalarimiz ham ko'payyapti do'stlar. Bo'lmasa mana ekranga bitta ko'rsatib yuboramiz. Mana akamiz cheklarni polni berishibdi. Aka, mana 10 ta. Shoshilmay turasiz. Kameramiz olib shunday nima qilib. 10 ta bileti bor aka.
sochib. 10 ta bilet olishibdi. Avvalam tabriklaymiz. Nechiga chiqqan ekan aka? Islomiz. Uni bilmadim aka. Bo'ldi, vallohu tushundik. alam. 10 ta bilet olishgan, efirda ko'rganmiz, uzilib qoluvdi. Shunaqa. Tabriklaymiz do'stlarim, akalarimiz mana hamma cheki biletlari turibdi, bir qator chekini ham ko'rsatib qo'yaylik-da birontasini. Mana aka. Tekshirib chiqamiz akalar, bir qatorda mana 2000 rubl tashlangan. Bu silka orqali olingan bilet ekan. Xullas bitta ikkita qilib jami bo'lib 10 ta olib qo'yishibdi. Tabriklaymiz aka bo'lmasa. Mana shu mashinalarimiz dokumentli mashina zavod bo'lib turibdi. Qani Alloh rozi yaxshi bo'lsin. kuninglarga Kam bo'lsin, bo'lmanglar aka, aka. xush bo'ling. Salomat bo'linglar. Oxirgi marta Purtukka aka-ukalarimizga nima deya olasiz mana? Keldingiz, ishonmasdingiz. Akalar, opalar, singillar, ukalar. Bu o'yin rost ekan aka. Alloh rozi bo'lsin, kam bo'lmanglar aka. Odamlar shunchalik xursand qilyapsizlar. Men xursandman aka. Qolganlarga ham tavsiya berasizmi? Обязательно aka. Bu o'ynash kerak ekan. O'ynanglar akalarim deyman. Bu zo'r. Endi aka, to'g'risini aytsam, juda hayajondaman. To'g'ri tushunasiz. Xursandchilikda, akam xursandchiligi meni xursandchiligim. Salomat bo'lasiz. Yaxshi kuninglarga buyursin. Rahmat aka. Sotsanglar ham to'ylarga, uylarga xizmat qilsangiz sog' bo'lasiz. Mikrofonimizni olib qolaman. Do'stlarim, bo'lmasam 3-sohibimiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Xush kelibsiz avvalam. Siz Sankt-Peterburgdan, Lenoblastdanman dedingiz. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz? Qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Men birinchi bilet olishim, o'zim Xorazmman, Hankada turaman. Birinchi marta bilet olasiz. Birinchi marta bilet olishim. Bir olganman, bitta bilet olganman. Keyin qarasam, shu paytda undan oldin ko'rib qolganman, ana mashinalarni topshirganingizni. Ondan keyin yana olaman deb niyat etdim-da, 5 ta bittaga 5 ta oldim. Option nechta bilet bo'ldi? 6 ta. 6 ta bu o'yinda. Shu Birinchi marta o'ynashingiz. birinchi marta. Tavakkalga. Mashina chiqib turibdi. Mashina Ana chiqib bo'lmasa turibdi. do'stlar. Birinchi marta o'ynab, sirazi mashina yutganni Shunaqa keyin qayerdan omad buncha aka? bilmadim endi, shu niyat yaxshi bo'ldi. Olaman, o'ynayman dedim. Bundan oldin qayerda ko'rib qoldingiz? Kim tavsiya qildi? Bundan oldin ko'rib yotgandim, ishdan kelib qarasam, ana kattaroq mashina, ismini bilmayman. Nima degan mashinada? Kattaroq mashina. Sekir degan. Ha, Zikr. Zikr degan. O'shan oldingi ko'rdim. o'yin. O'shan ko'rdimda, men ham olaman deb niyat etdim, lekin u kuni olmaganman. Uspet qilmadingiz. Yo'q, o'zi men shunga olajak oldim. Keyin oldim, birini oldim, izidan 2 kun o'tib 5 ta oldim-da yana. Shu bilan mashina chiqib turibdi-da o'yin kuni. Ishonch bo'ldimi? Ishonch bo'ldi albatta. Gap yo'q. Shunchalik ishonch bildirib akamiz mana birinchi marotaba o'ynab, mashina yutib olyapti. Xorazm. Qanqa? Gapiring Xorazmlik akalarimizga. Mana zemlaklar mana mashina yutdim, o'yin ras ekan. Yaxshi niyat bilan bilet olib edim. Yaxshi. Hammaga nasib etsin. Bugun bu safar bizga nasib etgan bo'lsa, endigi safar boshqa do'stlarimizga ham nasib etaversin. Gap yo'q aka, tabriklaymiz avvalam, oshingiz bo'lsin, yaxshi kuningizga buyursin. Do'stlarim, mashinamiz dokumentlari zavod bo'lib turibdi, o'shanchi dokumentlarda aka. Tabriklaymiz, yaxshi kuningizga buyursin aka. Taglaridan shamollar o'tib, ana bo'lmasa. Oxirgi marotaba shu ishtirokchilar ham yaxshi niyat bilan shu bilet olishingizni tavsiya qilib qolaman. O'yin chindan rost ekan. Men ham o'zim avval o'ynamaganman, to'g'ri, lekin shu ishonch bildirib shu bitta bilet bir oldim, ikkinchi olishimda 5 ta oldim. Mana yaxshi telefon qilib chaqirdilar, hozir mana shu mashinani beryaptilar. Sizlarga ham rahmat, rozi bo'lasizsa, men ham menga ham chiqmasa, men ham xafa bo'laman, sizlar uchun pul tashiyveraman, roziman. bundan keyin yana ishtirok etasiz. Etaman albatta. 8 ta qo'ydik. Gapingiz yo'q. Yana kelish nasib qilsin. Oshingiz bo'lsin akalar. Ana akamiz ham keling aka. Tezlashib keling. Do'stlarim, bu akamiz 10 ming dollar yutgan sohibimiz. Kech qolib bo'lsa ham kelishyapti. Efirdamiz aka, keling.
Abi ko'rmadik sizni, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Kech qolib bo'lsa ham. Kech Birinchi qolib keluvdim o'ziding. Birinchi kelganman. Efir ketyapti aka. Keling sal yaqinroq mana mashinani oldiga aka-ukalarimiz bilan bir tanishtiraylik. Qayerdan bo'lasiz? Qanchadan buyon ishtirok etdingiz aka? Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan bo'laman. Bu o'yinda anchadan beri o'ynab kelaman. Yutuq chiqmasa ham umid so'ngan yo'q edi. Umid baribir Xudoyim bir kun omad beradi deb o'ynab kelib, mana siz telefon qilganingizda ya'ni hayajon bir aldaqa bir odam bir boshqacha bo'lar ekan bu. Rostali uzoq yil, 3 yil, 4 yil kutib erishsiz bu narsaga hali bir boshqacha bo'lar ekan. Mana shu o'yinni tashkil qilgan sizlarga rahmat. Avvalo Xudo hammaning ishini o'ynasin. Xudoyim sizlarni ham o'z panohida saqlab, sizlar sabab mana qancha odamlarni oilasida yaxshi tomonga umuman burilish bo'lib ketadi. Misol hayotida o'zgarish bo'lib ketadi desa ham bo'laveradi. Endi shunga avvalo Xudo sizlar sabab. Hammaga tavsiya qilaman, shu o'ynaylar, hech yo'q, bittadan bilet olib bo'lsa ham omadni sinab o'ynab hammaga tavsiya qilaman. Mana shu safar $10,000 yutdim. Xursandman. Mana o'zi qaytadigan safar qarib, uyga qaytadigan paytimizda Xudoyim sovg'asi bo'ldi yangi yilga. Hammaga tilayman. Keyingi safar endi yana kuchaytiramiz endi o'yinni. Endi keyingi safar bu akalarimizga o'xshab biz ham mashinalarni kutib olamiz. Endi sizdan Xudo xolasa sizni qo'lingizdan mashinalar yutib olish ham nasib qilsin. Hammaga omad tilayman. Shu Razi gapiraman deb kelibsiz o'zi. Hali birinchi kuni siz telefon qilganingizda gapirolmadim. O'zi rosa tayyorlanib yurgan edim. Yutqizsamda deyman. Yutqizsa hech qanaqa gapirolmay qolar ekansiz. Bir sir bosib qolar ekan. Mana Xudoga shukr, mana yetib keldik Moskvadan kelib. Mana nechta bilet oldingiz? Birinchi bitta bilet bitta oldim, 26-raqam bilet berdilar. Juda ham passon chiqdi deb o'zim ko'nglim to'lmadi. To'g'risi, shuni o'rniga balandroq hali son berishmadi deb yana qaytadan pul tashladim. Boshqa bilet tushdi, katta raqam tushdi. Ha, ana endi dedim. Keyin skidka qildilaring, unisidan yana oldim. Ularda chiqmadi, o'sha eng hali men kutmaganim 26-raqam o'sha eng kichkina raqamga chiqdi. Bu raqamda bas ekanda Xudoni berishi ekan. Xudoyim kimga aldaqsa, o'sha qaysi raqam bo'lsa, hammaga tavsiya qilaman o'ynashni. Shu. Ana akalar ko'ryapsizlar, akamiz bu haqiqatni aytib o'tib ketishdi. 26-raqamga nazar ham solmagandim. Kichkina son berdi deb, yana katta raqam so'radim. E'tibor bermagan raqamlariga $10,000 chiqdi. Ha, e'tibor bermagan. Umuman raqamda emas deyman-ku. Gap raqamda bas ekan, bu Xudoni berishi degan. Xudoyim beraman desa, 1mi, 11mi, 1,000 uni u Xudoni o'ziga osonagan buni. Zo'r gap bo'ldi. Hammaga omad. Bir qator bo'lmasam aka kirib WhatsAppingizdan chekingizni, biletingizni ko'rsatib yuboramiz. Mana shu kameraga ko'rsatasiz aka. Bunday qilib ko'rsating-da aka. Shu ko'rinsin. Mana 26-raqam olgan biletim $10,000 chiqqani shu. Mana shu birinchi olganimga shunga $10,000 chiqdi. Bundan keyin buni oldim mana 18:35 raqamigacha esimda qolgan. 3 ta bilet oldingizmi? 5 ta bilet oldim. 5 ta bilet. Keyin bir qator aylantirib ko'rsatib yuborsiz bo'ldi. Qilganingizda mana keyingi 3 ta bilet oldim. Mana bularga ham katta raqamlar tushdi. Men bularga ishongan edim. Chekini ko'rsatib yuboramiz aka. Mana 2,000 rubl mana chekini. 2,000 rubl. Bunga bir Silka orqali olgan ekan. Silka orqali. Gap yo'q. Qiynalmaysizmi silkadan? Yo'q. Umuman. Zo'r aka, bo'lmasa. Aka avvalan biz sizni tabriklaymiz. Akamizni bo'lmasam Dalgajdanning $10,000 beramiz endi akalar. Mana. Shuning aka. Hamyo'llaringiz Xursandmisiz? Xursandman. Hammaga omad. Hamma shu biz qatori, biz ham shu yutganlar qatori yana yutish nasib qilaversin. Qolganlarga, yutmaganlarga ham tilayman. Ular ham noumid bo'lib qolmasin, hech kim noumid bo'lib qolmasin. Hamma yutsin. Hammaga omad. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, hammalaring.
pulni ko'rsatib qo'ying aka bir qator mana. Nalichi haqiqat. Mana nalichka haqiqat. Gap xursandmiz aka. Xursandman. Bo'ldi, endi ketamiz. Endi ketaman. O'zi yana bir oy ishlab ketmoqchi edim. Endi hozir o'ylab turibman, bilmadim. Yangi yilgacha ketib borsam ham kerak. Zo'r gap bo'ldi. Uyda da bolalarni oldi damda olasiz ekan. Tamom. Tamom. Xudo xolasa. Akalar, avvalam nima deymiz? Har biringlarni tabriklab qolamiz. Kelasi o'yinga startni berdik. Уже 2000 ta bilet sotildi. 3 ta главный priz mana bu Kiyalarning turishini ko'ryapsiz. Boli batafsil obzorini keyinroq chiqaramiz. Hozir esa bugun mashina topshirish jarayonidamiz. Har biringlarga mana shu turib, kelasi o'yinimizdan mana shu mashinalarni olib ketish nasib qilsin. Barchaga omad yor bo'lsin do'stlarim. Nima deyman, mana bu akalarimizni bugun chin qalbimdan tabriklayman. Efir ortida ham juda ham ko'pchilik kelishgan, lekin videoga chiqish kelmadi. Eng главный prizni yutgan akalarimiz. Akalar nima deymiz? Barchaga omad tilaymiz ha. Sog' bo'lishsin. Xudo xolasa yangi yilga o'ynangizlar, hammalaringiz yutingizlar. Inshaalloh. Nasib aka. Sizlarga ham rahmat aka, shu o'yinni olib borganlaringiz uchun. O'ynanglar, istanglar. Sog' bo'lamiz akalar. 8 ta aka, 5 ta deb kamaytirib